Assalamu alaykum hörmətli dostlar. Həmmanlarınız kimi vaxtınızlar xeyirlik olsun. Mən bugün telefon app yasaş haqqında dəstləbki savatını sözləb ötməkçi. Texnikinin tərəqqi qilishi bilan köp torbətlər, köp şirkətlər özləriningki telefon app'larini yasashqa başladı və yasadı. Hazır burunqi üstəl yüzü app'lari yoki torbətlərə qaraganda telefon app'lar bəkrak işlətildigan bo'ldi. App'larningki turlari bir qancha xil bo'lib, bu yerlik app, aralashma app, anankin tor ko'rinma yuzlik app deb 3 turga bölündü. Yerlik app degan nima degan vaqtida bu yerlik app inglizcha native deyildi. Aralashması hybrid. Yerlik app ma'lum bir platformga qarta yozildi. Masalan, maxsus Android uchun yoki iOS uchun yoki Microsoft'ninki Windows telefonlari uchun yozildi. Aralashma appda mushu HTML, CSS, JavaScript va boshqa qurilma, ya'ni frameworklarni qo'llanib bir qatim yozib bir qancha xil platformga appni yozib chiqadi. Hamda tor ko'rinmasida HTML, CSS, JavaScript ni yozib torbatni app shaklida yozadi. Undan keyin uni web view deydigan narsalar bilan o'sha app yuzida ko'rsatishni ko'rsatadi. Hamda yerlik app degan nima deganda bayam so'zlab o'tgandek, yerlik app ya'ni native app ma'lum bir platformga, ya'ni iOS, Android yoki Windows uchun yozilgan applarni ko'rsatadi. Masalan, Android uchun Java yoki Kotlinda, Swift, iOS uchun Swift yoki Objective-C, Windows telefonlar uchun C# yoki .NET degandek mushu program tillarini qo'llanib mushlarga app yasaymiz. Endi aralashma app degan vaqtida aralashma app bayam degandek HTML, CSS, JavaScript va JavaScriptning boshqa frameworklarini qo'llanish orqali yozib chiqqan applarni ko'rsatadi. Bu applarda siz appni mushu bayamqi texnikalarni qo'llanib yozasiz, bir qatim yozasiz va ko'p platformga buni aylantirib chiqa olasiz. Bular hybrid app bo'ldi. Endi mana rasm qaraydigan bo'lsak, native appda, yerlik appda Swift, Kotlin, Java, Objective-C degandeklarni qo'llanib yerlik app, native app yozib chiqamiz. Web application deganda o'sha browserda, ya'ni tor ko'rgazgichda ko'rinadigan applarni ko'rsatadi. Bular ya'ni torbatni responsive shaklda yozib chiqadi. Buni undan keyin web view orqali o'sha appda ko'rsatadi. Buningga HTML, CSS, JavaScript, undan keyin AngularJS, Vue.js, Flutter degandek texnikalarni ishlatish orqali buni ishlab chiqaradi. Hybrid appda CSS, HTML, JavaScript degandek texnikalarni ishlatish orqali va yoki JavaScriptning har xil frameworklari, masalan React Native, Ionic deygandek texnikalarni ishlatish orqali buni yozib chiqadi va buni yozib chiqqandan keyin boshqa texnikalarni qo'llanish orqali buni shu platformning tiliga aylantirib preslab chiqadi. Bu endi hybrid appni ko'rsatadi. Yerlik app uchun ishlatilgan program tillarida, ya'ni native applar uchun biz Swift, Objective-C, ondan keyin mana 2019-yilda Apple'ningki yanglab chiqargan Swift UI degandeklarni shu alma applar uchun ishlatamiz. Bu mayli telefon app bo'lsin yoki iPad app bo'lsin va yoki kompyuter ustal yuz applar bo'lsin, shu tillarni qo'llanamiz. Endi Java, Kotlin degandeklar Android applar uchun bu Java yoki Kotlin deganni ishlatildi. .NET yoki C# Windows telefonlar uchun .NET yoki C# degandek tillarni qo'llanish orqali Windows telefonlarga app yozib chiqamiz. Endi aralashma app uchun, ya'ni hybrid app uchun ishlatilgan program tillari bo'lsa, asosli HTML, CSS, JavaScriptni ishlatib, buningki JavaScriptning boshqa har xil frameworklar, masalan Ionic, React Native degandek qurilmalarni ishlatib bu appni yozib chiqamiz va yoki Microsoft'ninki Xamarinni qo'llanib, Xamarinda .NET yoki C# orqali buningda Android yoki iOS va yoki Windows applarni ishlab chiqaramiz. Bumi bir qatim
appni yazıp köp platformda işletiş için işlendiğin korallarınki texnikalarning birisi. Hamda app etiş için lazımlı koral degende qanday korallarni işletimiz degende iOS telefonlar için yani Apple'ninki mahsulotlar için Xcode deydigan şu koralni işletimiz. Bu maxsus Apple'ninki macOS yani Mac kompüterler için yazılgan. Biz bu Xcode arqılıq iOS telefonga yoki iPadga va yoki şu üstel yüzü applarni şu Xcode arqılıq yazıp chiqamiz. Hamda Android telefonlar için Android Studio'ni ishlatamiz. Android Studio Google'ninki mahsuloti bo'lib, burun Eclipse degandek IDE arqılıq Apple şu Android'ninki applarni yasay oldik. Ammo Google Android Studio'ni ishlab chiqargandan keyin Android Studio orqali Android telefonlarga app yozishni shu Android Studio orqali olib borgan bo'ldik. Hamda Windows telefonlar uchun Windows appni qanday yozamiz deganda Windows appda Visual Studio orqali Xamarinni qo'llanib C# yoki .NET tillari bilan shu Windows applarni yozib chiqamiz. Hamda bu yozgan applarimizni kompyuterda qanday sinaymiz degan vaqtida yoki qaysi usul bilan bu telefon yozgan applarni telefonga yoki buni qanday ko'ramiz degan vaqtida Apple'ninki shu Xcode'ninki simulator degan narsa bor. Bu har qaysi telefonninki türleriga masalan iPhone 10 yoki iPhone 8, iPhone 7 yoki iPad degandeklarni tanlash orqali bu simulatorni qo'zg'atqili bo'ldi. Bu Xcode'ninki. Hamda Android Studio'da Android Studio'ninki o'zininki emulatorisi bor. Haqiqiy bir telefondek ishlaydi. Biz bu orqali applarimizni shu emulatorga qachalash orqali ma'lum telefonda sinay olamiz. Bu mayli Android Studio bo'lsin, Android Studio'ninki emulatorisi bo'lsin yoki Genymotion deydigan emulatorlar orqali bu applarni shundan qachalab ma'lum telefonda sinay olamiz. Va yoki biz telefonimizni bevosita kompyuterga ulash orqali bu yasagan applarimizni telefonimizga tushirib, telefonda sinay olamiz. Bu yan bir xil usuli. Hamda yasagan applarni qanday qilganda app bozoriga yo'llay olamiz degan vaqtida biz app bozorda App Store Apple'ninki, Google'ning Google Play, Windows'ninki shu Windows Store'sida hisobot ochamiz, ya'ni developer account degan ochamiz. Apple'ninki App Store'da yilligiga $99 to'laymiz. Google Play'nikiga $25 to'lab qo'ysak, bir qatimda buni bir umr ishlatalaymiz. Windows'niki bo'lsa $19 to'lash orqali bir ömür şunu işletalaymiz. Yani bir qatim topshirib qo'yib, bir ömür işletalaymiz. Ammo App Store'da biz yilda $99 to'lashimiz kerak bo'lmasa, hisobotimiz amaldan qoldi. Endi men kod yozishni bilmayman, qanday qilsam shu telefon app yasay olayman deganda qarindoshlarimizga yana bir xush xabarim bor. U bo'lsa, shu MIT-ninki, ya'ni MIT universitetininki App Inventor deydigan bir projekti bor. Bu projektda biz kod yozmay, faqat shu shakllarni tortib akilish orqali o'zimizninki odatdagi kichik applarni shu App Inventor orqali yozib chiqa olamiz. Kod yozmay turib, faqat shakllarni va logikalik har xil ifodalarni yozish orqali, matematikalik shakllarni qo'yish orqali bu kichik turdagi applarni yozishni shu App Inventor orqali yazsak bo'ldi. Buningda hech qanday kod yozishninki hojati yo'q, faqat bu shakllarni tortib akilib bilan bu shakllarga har xil logikalik, matematikalik ifodalarni akilish orqali ishlatsak bo'ldi. Buni keyingi darslarimizda shu App Inventorni tafsiliy tushuntirib o'taman. Undaqda bugungi darsimiz mishaga bo'lsin. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha omon bo'linglar. Allohga omonat.